Assalomu alaykum aziz tumandoshlar, muhtaram xonimlar va janoblar. Uzun tumani madaniyat bo'limi qoshida faoliyat yuritib kelayotgan Xalq teatrining ikkinchi chorak hisobot konsertiga xush kelibsizlar. Siz azizlar uchun boylikka o'lchangan baxt spektakli namoyish etiladi. Marhamat. Charchamadingizmi dadasi? Yo'q, charchamadim. O'zlaring o'tiribsizlarmi? Ha, o'tiribmiz bizlar. Sen o'qisang keldimi qizing? Ha, dadasi keldi, qizim ishdan. Oshxonaga edi. Qizim, ha qizim. Ovqating pishdimi? Dadasi, Ha. sizga zo'r yangiligim bor. Ha. Qanday yangilik? Qanaqa yangilik ekan? Bugun uyimizga sovchilar kelishdi. Gapirsin. Bugun uyimizga sovchilar kelishdi. Ha. Kimdan de? Ana u. Ko'chamizdan ikkita narida ko'chada Abdumannomboy bor-ku. Ziyoli oilalar. Shularni bugun ayoli bilan singlisi keldi. Dadasi. Nima deysiz? Nima deb aljiryapsan, ey? Qanaqa Abdumannomboy? Nega qara, qizimga bu haqda umuman gapirma. Dadasi. Ular ziyoli oilalar. Ular bilan xudo bo'lsak yaxshi bo'ladi, dadasi. Okey. Siz yaxshimisan? O'qishlaring bo'lyaptimi? Hali qanaqadir bir ko'rik tanlovga tayyorgarlik ko'ryapman deganding. Ha, tanlov seshanba kuni bo'ladi. Seshanba kuni? Ha. Yaxshi tayyorgarlik ko'ring. Omadingni bersin. Birinchi o'rinda olasan. Qizim bor, yana qizim bor. Qani olinglar. Oling. Bosh sovuq bo'lsin. Ol. Chiroyli bosh bo'lsin. Ha, chiroyli ovqat qiladi. Qizimiz hamma narsaga tayyor bo'lib qolgan. Meni erkak qizimda bu. Ha, qizimiz juda aqlli qiz. Shuni aytaman-da dadasi. Qizim, senga gapim bor. Sen juda aqlli qiz bo'lib qolgansan, qizim. Ha, tinchlikmi oyi? Ha, tinchlik. Bugun senda zo'r joydan sovchilar kelishdi. Nima deganingiz bu? Gapimda bo'lmaydi. Bugun senga sovchilar kelishdi. Mana, kollejga ham tugadi deb qoldim. Endi bu yog'i qiz bolani tengi kelsa, tekinga ber deyishgan, qizim. Bizni tengimiz Salomatxon. Mana, bugun bizning uyimizga sovchi bo'lib keldi. Men shulardan xudo bo'laman endi, qizim. Oyi, kollejni bitirib degani o'qish tugadi degani emas-ku. Hali o'qish tugashiga 1 yil bor. Bu nima deganingiz? Siz meni axir orzularimni qo'llab-quvvatlar edingiz-ku. Men hali universitetga o'qiyman. Basqi. To'g'ri, orzularimni qo'llab-quvvatlardi. Lekin hozir bizga o'zimizni tengimiz chiqdi. Qiz bolani tekinga bergan tengi chiqsa degan. Salomatxon bizni tengimiz. Bizni davrimizga so'rab o'tirishmasdi. Qiz bolada. Seni davring umuman boshqa. Buni davri boshqa. Qizing hali yosh. Erta turmushga berishdi, oqibatlari to'g'risida har kun televizor ko'rsatyapti. Dadasi, bilaman. Har kun ko'rsatuvlar. Lekin o'sha katta qizimizga ham siz beruvdingiz. 20 yoshga turmushga berib o'rdingiz. Mana, hozirgacha na bir mashinasi bor, na bir tuzuk dandonlama uy joyi bor. Qizim bechora sarson sargardon bo'lib yuribdi. Dandonlama uyi, mashinasi bo'lmasa ham qara qanday baxt yashayapti. Ey, baxt boylik bilan o'tganmaydi, xotin. Dadasi, 20 yoshga turmushga chiqib, 20 yoshga to'g'ri kelib, 20 yoshga chiqsa degan. Salomatxon bizni tengimiz. Qiz bolada. Dadasi, 20 yoshga turmushga chiqib, 20 yoshga to'g'ri kelib, 20 yoshga chiqsa degan.
Men ham onaman. Men ham xohlayman farzandlarim bir durustroq joyga tushishdi. Meni ham qizlarim baxtli bo'lib ketsin deyman dadasi. Mana hozir o'zimizni tengimiz chiqib turibdi. Shuni beraylik deyapman-da dadasi. Ertaga bu ham katta hovlilarga yashab, yaxshi mashinalarga minib yursin deyman-da dadasi. Sig'ir yig'ishtir. Bilganini qiling. Dadasi, rozi bo'ldingizmi? Bo'ldi dadasi. Hali ko'rasizda, dadasi qizimiz juda baxtli bo'lib ketadi. Ko'rasiz dadasi. Nogiron farzandim bilan qayoqqa boray? Ey Xudoyim, ey Allohim. Menga yo'l ko'rsat. Bu qilingan ishlarga kim tovon to'laydi? Men qayoqqa boray? Ey Allohim, ey Xudoyim. Mehr kutilmaydi bor qadrini. Qaydor dunyo qaytishni o'ylaysizmi? Bugun menga neki qilmang hammasiga. Qiyomatda haq so'rayman. Qo'rqmaysizmi? Men yomon mehnatlarim kerak sizga. Har bir ishning so'rog'i bor, bilmaysizmi? Hozir mayli, jim yuribman sabr bilan. Lek bularning javobi bor. Qo'rqmaysizmi? Birgalikda o'tgan baxtli kunlar haqqi. Jim yuribman. Bir bor tavba qilmaysizmi? Yerda emas, arshda yashab ishonganim. Haq oldida, haq so'rayman. Qo'rqmaysizmi? So'ralamiz har bir so'zu ishonchimizga. Mahshar kuni kechirgin deb yig'laysizmi?
Allohimga har bir ishning javobi bor. Qo'rqmaysizmi? O'g'il sizga bergan mehru ishonchimga yo umrbod shunday bir rol o'ynaysizmi? Men o'mayman. Yaratganni aldolmaysiz. Qiyomatda haq so'rayman. Qo'rqmaysizmi? Qarz degan yuk og'ir bo'lar. O'ylamaysiz. Oxiratda to'lolmasdan yurmaysizmi? Sizdan aslo ikki dunyo rozi emasman. Qiyomatda haq so'rayman. Qo'rqmaysizmi? Baxt spektaklining ota rolida Ro'ziyev Xurram Dildiroz qarsakiylar ostida. Ona rolida Niyazova Zulfiya Bukayeva qahramon. Qaynona rolida Allayeva Muhabbat. O'g'il rolida Murodov Sobirjon. Kelin rolida Fayzullayeva Shukrona.